Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz deb yangi video roligini boshladik. Yangi video roligini boshlashdan oldin do'stlar, kimda kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Mavzuga qaytadigan bo'lsa do'stlar, hozirgina ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldim, shu rossiyskiy kanallarda chiqyapti, Telegram gruppalarida, katta kanallarda tarqatishyapti. Endi mana ekan O'zbekistondan bir akamiz chiqib, ismi kim edi? Xayrullo chiqib, shu bir bolani qutqarib, qahramonlik ko'rsatib, migrantlarning obro'siga obro' qo'shilib, yana ham yaxshi bo'lib qoladi. Hozir bir itdan tarqagan haromi chiqib, bir bankomatda o'marayotgan ekan. Mana yana immigrantlar o'z qilig'ini boshladi deb turib tarqatyapti do'stlar. Hozir videoni o'tkazmasdan ko'rsanglar o'sha insonni qo'yib beraman. Albatta mana shunaqa yomon niyatda Rossiyada ishlab yurgan ifloslarga ikki og'iz so'zinglarni kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Marhamat, videoni ko'ramiz. Mana o'sha iflos ko'rib turganingizdek, bu aytilishi bo'yicha qor kuraydigan bir dvorniy bo'lgani aytilmoqda. Yoshi 47 yoshda ekan. Hop, qor ko'chiradigan, muz ko'chiradigan asbobi bilan kelib buzgan. Bankomatda 970 ming rublni olishga harakat qilgan. Mana o'zingizni ko'rib guvohi bo'layapsizlar bankomatlarning holati. Do'stlar, mana videoni ham ko'rib oldik. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Batafsil ma'lumotlarni berib boramiz. Albatta bu videoga bittadan like bosib, kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.